Barchaga salom. Bugungi videomiz birga bir jangdan olingan. Unda konfani eng kuchli bo'lgan, balki eng kuchlilaridan biri bo'lgan Garrit Nikli Bro klan a'zosi 24 rangli raqib. Anchagina xavfli va tajribali bo'lgan raqib bilan bugun jangni ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Karta unaqa katta karta emas. Sektor Musorshikov degan karta ekan. Xo'p, menda premium bor edi. Buni jangdan avval ko'rdim kimligini. Shunga yarasha o'yin qilish kerak edi. Boshida bir o'yladim, chiqib ketsam ekan dedim, chunki bu bilan kontraktda bo'lmaydi, qiyin. Hozir menda boostlar kamligi uchun boostlarni avval kelmaganini boshda, lekin baribir o'ynadim. Mayli dedim. To'g'ri qilgan ekanman o'ynab. Restelish yomon kechmadi. Deyarli 50 yillik res olindi menimcha. Bechora pehot. Reslar yomon terilmadi. 50 yillik. Bitta ikkita ko'proq olgan bo'lishi mumkin, lekin yomon emas. Yetadigan darajada res olindi. Bayroqlarni ikkitasini egalladik. Eslatma, bayroq mana ko'rishimiz mumkin. 4% resursga qo'shib berar ekan. Buni avvaldan bilaydim. Usta ma'lumot o'laroq aytib qo'yaman. 4% qo'shib beradi va mana shu bayroq diapazoni ichida shu ko'rib turgan, qanaqa tushuntirsam bo'lar ekan. Mana shu yorishib turgan joyini ichida unitlari tursa jangda, shunda 5% unitlarga uron qo'shib beradi, kuch. Bu ham ma'lumot o'laroq. Razvedka ishlarini boshlab oldik Osa bilan. Raqibimiz o'zi server, bulardagi vobshe serveri yemishni zo'rini yegan. Kamida 8 yoki 9 klass. Bizda Osa 7-klass, 8ga 2000 ta chertoj qoldi. Yana bitta yoki ikkita eventda Osani ham 8 qilib olamiz. Bemalol yaraydigan bo'lib qoladi. Baribir birga bir jangda buni kuchi yetmaydi serverga. Bu ko'proq razvedka va ham nimani oldida, Leviathanni oldida sherik bo'lib yaxshi o'ynab beriladi. Bunaqa yakka holda o'zi juda ham effektli giroy emas, konfanikidek. Yomon boshlanmadi. CSK'sini urmoqchi edim, lekin ozroq yetmay qoldi. Baribir yaxshi kachlangan akkauntda kuch yetmadi. Bayroq ikkita bayroq ikkimizda ham. Mana bu yerga chiqishim kerak edi, chunki bir ko'z bilan ko'rayotgandek bo'lib qolardi-da. Bu hozir bu yerda turadi, men ko'rmayman pastdan turib buni. Bu yo'q, shuning uchun bu yoqqa chiqdim. Bayroqni egallashimiz kerak edi. Sal tezlashib ketdi. Mana bu yerda bam! Serafimni yo'q qildik. Salamandraning joni juda ham oz qoldi. Bu yerda hozir mana u aqlli qaror. Lekin yetmadi, ozgina yetmay qoldi urishga. Mana raqib juda ham tajribali, ko'rishimiz mumkin. Men bu bitta bo'lsa ham vertex saqlab qolib shuni urmoqchi bo'ldi, lekin baribir ko'rish nimasi chegaralangan-ku, baribir vertexlarni ham ko'rmadi, shuning uchun aynalib uchib ketdi yana.
Xo'p, resursga chaqadigan bo'lsak, hozirgi buni hujumi ikkita vertiksini yo'qotdi. 300 dan 600, Serafimini yo'qotdi. 1200 va serverini yo'qotdi. 1,5 ming. Menda faqat bir dona bronik yo'q bo'ldi xolos. Katta poteriya bo'ldi bunda hozir. Baroqni egallashi kelyapti. Egallaversin. Bizda o'zi 4-shtab bor. Mana bu yog'i ikkita Jaguar zavod qilish kerak, bar bittasi kamlik qiladi. Bu yerda mana o'zi tayyor. Leviafanga zakaz berdik, ham zavodni 3 ga berdik. Xo'p, raqibimiz yana hujum qilyapti. Mana shu yerda buni katta xatosi 2 marta ham Serafimini yo'q qilyapti. Bam, mana. Buni aktivkasini ishlata oldi. Yo'q qiyordi geroyini. Bu yerda yana minus unga. Serafim nechinchi klass bilmadim, lekin men ham bayroqda ichida bo'lgani uchunmi anchagina jonni olib qo'yapti. Bo'lmasa Salamandramiz 6-klass. Unaqa ja imba ham emas. Bizda Hamilyon tax, mana Levik tax. Levik yoniga Osani albatta chiqarishimiz kerak. O'zi endi sekin o'rtaga qimillasak ham bo'ladi. Birinchi Hamilyon. Har doim Salamandra bilan razvedka, unda ko'rishimiz mumkin shit bor. Bam. Bitta shitini yo'q qildik, lekin Salamandramiz aktivkasini ishlatib bo'luvdik, shuning uchun omon qola olmadi, lekin deyarli balans teng bo'ldi. Bitta Hamilyon menda va Salamandra, unda bitta shit va bitta geroy. Resurslariga hisoblasak, deyarli biroz ustunlikda. Men yo'qotdim, lekin baribir tenglik. Endi Krotni sanab ko'rishimiz kerak. Krot bizda 7-klass. 7-klass, baribir bir qadam. Bunaqa kartada Krot foydaroq bo'ladi. Jaguarlarni jonini to'ldirish uchun jangda aktivkasi ham yaxshi natija beradi. Raqibimizda unaqa ko'p zivs bor emas, 6 tacha zivs bor ekan. Bam, mana. Hujumni boshladik. Serafimini biroz oldinroqqa chiqarib yubordi bu, shitdan chiqib ketdi. Va mana o'zi 30% joni qoldi. Aktivkani noto'g'ri ishlatdi. Unaqa juda ham ko'p yo'qotishlarga uchramadik. Mana yana bir geroy yo'q bo'ldi hozir. 3 dona zivs qoldi bunda hozir. 3 dona ham emas, mana o'zi 2 dona qoldi. Ancha ko'p bateriya bo'ldi hozir bunda. Va chekinmoqchi bo'lyapti. Bizda da yo'qotish anchagina kamroq bunga nisbatan. Mana bitta zivs yana bo'ldi. Solarisning joni kam. 3 dan 1 joni qolgan. Bu yerda hozirroq kutib nafas rostlash uchun sal to'xtadim. Chunki Leviafanning joni ham 50% da qolgan edi. Ham unitlarni ham jonini bir to'ldirib olishim kerak edi. Ham men bu yer juda ham узкий переход. Bu yerda agar Solaris aktivkasi ochilib qolsa, anchagina unitni yo'q qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun hozir kutish kerak edi. Shoshmadim, baribir 20 tur rank. Unitlari ham, geroylari ham
Uminiyasi ham har tomonlama ustun. Aqlli jang qilish kerak edi. Va shunaqa aqlli jang bo'ldi ham. Ikki tomonlama hujumga o'tdim. Diqqatini bo'lish, jamlay olmasligi uchun bam. Va bu yerda bitta Deki va bitta Xameleonni o'ziga ag'darib oldi. Psion aktivkasi. Mana bizni tuman ichiga o'zining unitlarini yashirib turibdi mana shu yerda hozir. Tor juda aqlli qaror. Bu kartada mana bunaqa perxodlari bor kartada Tor juda ham yaxshi effekt beradi. Mana shu yerda bu sal xato qildi. Bunaqa kam sonli unitlar bilan hujumga o'tmasligi kerak edi deb o'ylayman. Menda Krot aktivkasi hali ishlatilgani yo'q edi. Normalligina foyda beryapti bu ham. Shitimiz bor, lekin shit oz yo'q bo'ladi. Bunda o'zi Psion yo'q. Psionni berib qo'ydi. Mana bu yerda mana Salyarisini ham yo'qotdi. Zevslarini yo'qotdi. Bunda bu yerda raqibimiz uchala giroyini yo'qotdi va ko'rishimiz mumkin deyarli Zevs qolmadi bunda hozir. Bilmadim, bittagina Zevs bilan o'ynayapti. Bu menimcha faqat aviatsiyaga ishonib qolib, unaqa xato menimcha. Bu yerda ikki zavodini urishimiz kerak, giroy chiqarmasdan va mana bu yerda bam. 5 ta 6 ta Jaguarni yo'q qildi Torlar doim konfani ustun tomoni anchagina xavfli va effektivniy uniti. Bu yerda bir dona Zevs, 3 dona Shit, 2 dona Tayfuni bor. Tayfunni ham bittasini yo'qotdi mana. 1 dona Vertex. Bizda hozir keyingi qadamimiz Zevs zavodni urish. Va mana bu yerda ham anchagina bam 3 ta Zevs yaxshigina urib qo'ydi. Mana burada ko'rishimiz mumkin. Bu mana yerda nimadir quryapti dedim va buni urishim kerak edi. Stroy dvorda. Nima qurayotgani? Ikki zavod to'xtab qoldi qurilishi mana. Krot mana shunaqa joylarda yaxshigina effekt beradi. Aktivkasi ham, bunaqa burg'ulashi ham mana Zevs zavodini ham yo'qotdi raqibimiz. Bu yerda to'liq ustunlik va mana bayroq, oq bayroq. Mana shunaqa jang do'stlar. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, qo'llab-quvvatlang. Keyingi janglarda ko'rishguncha xayr.